Assalomu alaykum ahli o'zbegimga, qaro ko'zligimga, bizni kutganlarga, ovqat tutganlarga, yaxshi keldingizmi dadajonisi degan shirin so'z ayonimga-yu, duolarda qo'llab turgan onajonimga. Shamoldan yeldim, men to'ydan uyga keldim. Sahna markazidaman. Qani sizlar chiqinglar. Assalom dermiz yurakdan avvalo xush keldingiz. Ko'zlarimning nuri, bolalarimning otasi, oilamiz posboni. Qachon oberasiz Montqasqanni? Hazlashdim. Gullar o'ssin qadamingizdan. Siz menga sovg'asiz padaringizdan. Ayting, rozimisiz qadaringizdan? Ayting, dollar nimaga oshgan? Hazlashdim. Dadajonisi, sizni hurmat va ehtirom ila oshxonaga taklif etaman. Albatta, oshxonaga kirishdan oldin onajonisi, xalqimizda bir gap bor. Yosh katta insonlarni duosi bilan boshlangan ish xayrli bo'ladi deyshadi. Shuning uchun koridorimiz markaziga volidai muhtaramamiz, mening onajonim Naziraxon onajonimiz taklif qilsak-da, ularning duosi bilan kelgan oshxonaga kirib kelsak, nima deysiz? Albatta. Keling onajonim, sizni taklif qilamiz. Bir go'sh bilan et ko'karar, duo bilan el ko'karar. Ona borki, olam munavvar, uning duosi bilan hayot munavvar. Hech qarzini bermayapti, do'stim Anvar. Demak, guldiroz va davomiy qarsaklaringiz sadosi ostida davramizga hoji onamizni taklif etamiz. Marhamat. Qizing bo'lsa, bir kun kelin bo'ladi. O'g'ling bo'lsa, kelinli uying to'ladi. Qutlug' qadam kelib baxting kuladi. O'zbekka yarashar kelin kuyovlik. O'g'lim, xush keldingiz. Holmay, tolmay, chattilarni cho'ntakka solmay. Keldingizmi? Boshlovchiligingizga borasiz-da, oyi. Kalmata noyi. Demak, hurmatli oila a'zolarim, bugungi kechki ovqatimizni badiiy qismini mutlaqo ochiq deya e'lon qilaman va sizlarni go'zal taronalar sadosi ostida dasturxonimizga taklif etaman. Albatta, davrani kengroq oling, hoji onamiz boshchiligida boshlovchilar oilasi o'ynasin. Marhamat. Oyi, chapti noyi. Davrani kengroq oling. Bahor o'ynasin. Qarsakchaning janonalari